Kutilmagan yangilik: mashhur aktyor Vin Diesel katta sirni ochdi. Krishtianu Ronaldu Forsage 11 filmida ishtirok etadi. Ha, xato eshitmadingiz. Futbol afsonasi endi katta ekran sari yo'l olmoqda. Vin Dieselning so'zlariga ko'ra, Krishtianu Ronaldu haqiqiy qahramon. Biz u uchun maxsus rol yozdik. Tezlik, adrenalin va futbol yulduzi, bularning barchasi bitta filmda. Forsage 11 yanada portlovchi bo'lishi aniq. Sizningcha Ronaldu filmda qaysi rolni ijro etadi? Fikringizni kommentda yozing. Like bosing, kanalga obuna bo'ling. Eng qaynoq sport kino yangiliklari bizda. Bu shunchaki epizod emas, bu butun filmni o'zgartirib yuboradigan rol bo'lishi mumkin. Vin Diesel Ronaldu haqida yana shunday deydi: u kameralar oldida ham, hayotida ham lider. Shuning uchun biz uni oddiy qahramon sifatida emas, balki Forsage olamidagi muhim shaxs sifatida ko'ramiz. Tasavvur qiling, yuqori tezlik, xavfli quvib yetish sahnalari va rol ortida Krishtianu Ronaldu. Futboldagi tezlik, kuch va intizom endi avtomobillar olamida namoyon bo'ladi. Ronaldu nafaqat mehmon aktyor, balki syujetning yuragi bo'lishi kutilmoqda. Ayrim manbalarga ko'ra, Ronaldu maxsus tayyorgarlikdan o'tmoqda. Kaskadyor sahnalari, murakkab haydash depozitlari va qo'l jangi sahnalari. Forsage 11 bu shunchaki film emas, bu tezlik tarixidagi eng katta kutilmagan burilish. Tomoshabinlar allaqachon savol bermoqda: Ronaldu qahramonmi yoki sirli raqibmi? Siz nima deb o'ylaysiz? U Dom Trottoning ittifoqchisimi yoki yangi xavfmi? Izohlarda yozing, like bosing, kanalga obuna bo'ling. Eng so'nggi sport yangiliklari faqat bizda.